Assalomu alaykum rezidentlarim, hammanglar yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Xurshidga xizmat talabda ko'rsataymi, nima xizmat qilyaptilar? Taxta tash bilan bandlar Xurshidga. Nima qilyapman? Yoz keldi, boshlandi men ishlarim. Prezidentlarim. Tak, nimadan boshlay? 5 kun yo'q bo'lib ketdim. Nimaga yo'q bo'lib ketdim? Xullas kalom, yoz keldi, bahor keldi, kaksigda stroyka boshladim. Tanib tinchmagan o'zbeklar shunaqa ekan. Ozgina pul bo'lib qolsa tamom, stroyka qurar ekan. Yo to'yga, yo uyga buyursin deydi-yu. Bekorga emas bu gaplar. Uy qurishni boshladim. Xudo xolasa, quyonni ketidan nafaqat nima desam bo'ladi? Kvartiralar, domlar, u yoqda mashinalar, uy ham qurilyapti, xudo xolasa. Uy ham qurilyapti. Tomosha qilinglar. Xo'p, prezidentlarim, ahvolni qaranglar, men agarotim ahvolini bir chiroyli qilib qo'ydim, daraxtlarni ekib, dabdalasini chiqarib qo'yishdi. Ana mashitga bunaqasiga xudo xolasa mana quryapmiz. Bu yoq qo'shnimniki, bo'ldi. Xullas kalom shunaqa gaplar. Nimaga yo'q bo'lib ketdi? Nima bo'lyapti o'zi? Nimaga quyonchilikni yig'ishtirib yubordingiz deb degan SMSlar tiqilib ketdi. O'shanga ozgina obzor qilib qo'yaylik. Nima bilan bandmiz? Balkim sal kamayadi, balkim naborot ko'payadi videolarim. Oldingi yil kamayadi deganda stroykada yo naborot sizlar ham xabardor bo'linglar, nima qilyapmiz, nima qo'yyapmiz deb hamma yoqni ko'rsatdim. Endi bu uy. Mana shunaqa holatda. O'sha mamyolarni ham polni tashavordik. O'rtadagi devorni olib tashashdi. Bu yoqda 3 ta uy sanuzeli bilan tushadi, xudo xolasa. Mana shunaqa yengilliklar quyonchilikni ketidan bo'layotgan narsani ko'rsatyapman. O'zingizni stroykangizni ko'rsatmay, quyonlarni ko'rsatmay, boshqa narsa. Bu ham bir motivatsiya, bu ham bir quyonni ketidan ishlasa bo'ladimi, yo ishlamasa bo'lmaydimi, bir ikkisim qoladimi, yo'qmi deganlar uchun stroykadan boshimiz chiqmayapti. Alhamdulillah, stroyka bo'lsin, hammalarga nasib qilsin. O'zbegimni to'yidan ham mana shunaqa qurilishdan ham chiqmasin bosh iloyim. Assalomu alaykum rezidentlarim. Surxondaryoga navbatiga quyonlarni chiqib ketyapti. 450 mingdan bo'g'oz, xudo xolasa 9-chisloda tug'adi bular. 2 kun oldin joyini to'g'irlab olasiz. Mohiraxonga ketyapti. Mohiraxon, barakasini bersin Allohim. Rahmat. O'zidan ko'paysin. Rahmat. Xo'p, ko'pchilik so'raydi mana bunaqa quloqlar yeyilgan qulog'iga ahamiyat bermaylar, chunki menda ko'p to'dalashib turadi. O'shan hisobiga bir-birini tishlab qo'yishi mumkin. Naslga boshqasiga qulog'ini ahamiyati yo'q. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ertalabdan mana shuncha klient, xudo xolasa Allohim barakasini bersin. Mo'zdan ko'paysin. Azga ham ketyapti, xudo xolasa. Mahallaga qo'y. Vas mehmonga keldilar Xurshidga. Ertalabdan beri uxlayaptilar. Qo'ya qoling, meni oling. Nimaga meni olmaysiz deb kameraga tushmaydi, kameraga risovka urib yuboradilar aka. Bujir qilasizda. Qo'y. Bittasiga ko'proq sovoramiz, mahalladasan-ku, mana shunday olib borasan, sovoraverasan. Solinglar. Tak. Ket, ustidan skoch tortib yuboring Xurshid aka. Bu 3 oylik. 3 oyligiga 4 oylik erkak.